Assalomu alaykum. Biz bugun Minecraft o'ynaymiz. Mana kirdik. Biz bugun bunaqa joy topib oldik. Qaranglar. Bu qayerdaligini bilmayapmiz. Bu joyning nomi nima ekan? Mana baqa tushmaylik. Bu sizlar uchun tushaman. Tomoshabinlar, mening kanalimga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. O'zim ham bu yer qayerligini bilmayman. Bu qayda ekan? Eshik ochiq ekan. Bu yerda nima bor? Oddiy narsalar kerak emas narsa bizga. Stop. Tak. Sumkaga joylab qo'yamiz. Menga komment yozinglar va obuna va like. Obuna bo'lsalaring men ham sizlarga obuna bo'laman va men xursand bo'lar edim. Bosh yo'q ko'chaga keldik biz. Lekin biz yo'l topa olmayapmiz. Qayerdan chiqishni bilmayapman. Kommentimizga bilsangiz yozib qo'ying bu joyning nomi nimaligini. Men lekin bilmayapman. Meta nimadir bor ekan. Stop tak. Nima bu? Qurib qo'yishgan ekan. Qani topsak Ender Dragonning va yo'q ekan. Men nima ekan bu mening? Aqlim juda xunuk bo'lib qoldi. To'g'risini aytsam, tomoshabinlar, mana bu yer qamoq qo'yib joy ekan. Kimdir bilan ularni o'ynasam yaxshi bo'lar edi. Afsuski hech kimning telefoni yo'q va ularni bo'lmadi. Baqa halini tushdi-ya. Ba'zi ko'rsatmayman sizlarga. Adashmasam qamoqlar bitta bir nechta kiribman. Bu yer nima ekan? Bu videoni men YouTube'ga qo'yaman. Balakat tushib qoldik. Halinda tushgan joyimizga yana tushdik. Balakat. Bana bir kutubxona. Ne bo'layotgan ekan? Qani yaxshi joy ekan. Bana yaxshi tartib o'rnatish kerak. Hammasi zo'r yaxshi. Mana buni bu kutubxonachini lekin o'zi yo'q ekan. Kutubxona quruvchi kimning kutubxonasi yo'q? Kutubxonachini yo'q qani? Videomiz yoqqan bo'lsa like va obuna bo'ling. Yo'q. Endi bu yerga chiqish yo'lini topish kerak va sizlar bilan chiqqanimdan keyin xayrlashaman. Hozir shunchaki xayr desam bo'lmaydi. Chunki eng qiziq joyga kelganda xayr deyish men uchun noma'lum gap. Ketdik, let's go bo'lmasam chiqishdi. Baqa yuramiz ekan. Mana bu yerda chiqib ketamiz. Cho'taman yo'lni topdim tomoshabinlar. Mana topdim. Mana bu yer. Bu yer qayt.